hozirgi kunda hamma mo'ysanga o'zi kiradi. Uni qaraylik, yangi ishlar sochiqlarimiz kelgan. Buni afzallik tarafi nimada desanglar, bu 2 litr suv olatsam ishonasizlarmi? Qaranglar. Orqa tarafi ham, old tarafi ham sochiq qo'yilgan 50 ga 75 2 litr suv oladi. Tomosha qilib turinglar, ishonmaganlar. Mana qaranglar. Mana 2 litrlik bakalashga negativlar uchun 2 litr og'zigacha to'la. Bu degani 2 dana ko'p oladigan. Buni bunaqa qilamiz. Mana buni solamiz. Fokus bo'lmayaptimi bu yoqqa? Yo'q. Aniqmi? Aniq. Buni qarab turinglar. Katta gapni aytaman, bu xo'sh, latta bilan siqmasdan turib, ana shu toza turishi 3 ta mashinani artib chiqsa bo'ladi, siqmasdan. Javob gapimga. Agar kimdir qiziqishga kelsa, sinab ko'rsa ham bo'ladi. 2 litr suvni soldim. Buni qaranglar. 2 litr suv. Ko'ryapsizlarmi? Hali buni hamma joyiga suv tegmagan. Tegdirganlar uchun ham ko'rsatamiz. Xohlaganlar uchun mana bunaqasidan ham bor. 1 litr, bu ham 55 ga 75 bo'ladi. 1 litr suv oladi. Buni oldinroq ishlatib ko'rsatgandik. Buni bitta mashinani bemalol siqmasdan artib chiqsa bo'ladi. Mana bu bilan ikkita mashinani bemalol artsa bo'ladi. Manaki hozir ishlattirishni ko'rsatib o'tamiz. Ilhom, tez keling. Vida kelib, tez keling. Tez bo'ling. Ishla. Dabba tezroq ishlaydi, ketdi. Yordam beraman. Buni qaranglar, suv olishini. Suv ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. Mana. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ikki tarafi ham sochiqli bo'ladi. Mana shu orqali artib olaverasizlar. Eng qiziq tarafi mashinaga dog' qoldimi? To'g'ri Ilhomjon? Nima deysizda? Hammomjon ko'rsan cho'qsan. Hammomga olib kelib, narxi 100 ming so'm turadi. Hammomga olib kelib ishlatsang ham bo'lar ekan. Sog' shavet, omon shavet.